Siz Messi'nin nima uchun o'zi yaxshi ko'radigan Barselonadan ayrilganligini bilamsiz. 2016-2017 yillik Yevropa chempionlik lonkasini talish jig'ining 8 kuchli kirish bosog'isida Enrik boshchiligidagi Barselona komandasi Parij Saint-Germain komandasi bilan tutishib qoldi. Tunji maydon elishishda 4 ga qarshi 0 natija bilan Parijga uttirib qo'ydi. Musobaqadan keyin Enrik MSN guruhiga yig'in echib, agar komanda jang taktikasini o'zining deganidek ijro qilsa, o'z maydonida Parijga 6 to'p kirgizoladiganlik to'g'risida va'da berdi. Degandek, musobaqa boshlanishi bilan Barselona ustun jangovarlik holatini namoyon qildi. Suarez bir bosh to'p kirgizib, musobaqa ustunligini egallaydi. Oldingi yarim maydon oxirlash paytida Parij mudofiachilari qalarimqonchilikda o'z vartasiga bir to'p kirgizib qo'yib, natija 2-0 oxirlashdi. Keyingi yarim maydon musobaqada Neymar yaratgan nuqta to'p umumiy nomerni 4-3 qilib o'zgartirdi. Biroq Cavani'ning kirgizgan to'pi Barselonaning jangovarlik qizg'inligiga birda sovuq suv chachidi. Bu chaqda yanada Neymar ko'krak kirib o'tirib chiqib, ilgir keyin bo'lib bir ixtiyoriy to'p va bir nuqta to'p kirgizib, Barselonaga qayta umid olib keldi. Yana shu Neymar eng oxirgi paytda nihoyat chiroyli bir pas chiqarib, Roberto to'p kirgizib 6-1 natija bilan Nou Camp mo'jizasini yaratdi. G'alabani tabriklayotgan shu paytda bu qitimqi musobaqaning eng chong tuhtkari Neymar hammaning Messining ismini to'layotganligini, axborot vositalarining qiziq nuqtasining yanada Messi ekanligini, o'zining har qancha qismi Barselonada bosh qahramonga aylanolmaydiganligiga ko'zi yetdi. Shuning bilan Neymar shu yil yozda Parijga yo'tkildi. Yana bir tarafdan klub raisi Bartomeu izchil yordam beruvchi shirkatlar bilan to'xtamni o'stirish ishida birlikka kelinmaydi. Hamda o'zining atalmish qayta qurish planini o'ttirib qo'yib chiqib, to'xtamay Coutinho, Dembele qatorliq netchilagan taktikaga mos kelmaydigan futbolchilarni komandaga akildi. Hatto yil degida klubning texnik bosh maslahatchisini almashtirdi. Shunda qilib Bartomeu 5 yilga yaqin vaqt ichida Barselonani iqtisodiy krizis patqiga patirish bilan birga Yevropa sahnalarida 1-4 natija bilan Rimga, Anfield mo'jizasi bilan Liverpoolga, keyin hatto Bayern tarafidan 8 to'p bilan qonga bo'yilib, Barselonani to'liq haqoratli tarixga duchor qildi. Bu jarayonda klub ziniga natijasi yaxshi bo'lmagan trenerlarni ishdan bo'shatish bilan birga yana yuqori bahoda Griezmann qatorliq to'pchilarni sotib oldi. Dal mushundoq hammaga ma'lumlik sabablar tufaylidan klubning iqtisodiy vayron bo'lish girdobiga berib qoldi. Klub yuqori qatlamdagilari yana bir telefon bilan Suarezni yo'lga soldi. Messi hatto yaqin do'stlar bilan xo'shlashishga ulgurmay qoldi. Shuning bilan bir vaqtda Messi yuqori qatlamdagilarning telefonini qabul qildi. U komandada qab qilish uchun muoshini to'velatishni xohlaydi. Biroq komanda yana bir baldoq to'velatish talabini o'ttirib qo'ydi. Oxirida Messi o'zining komandaning tozalash planining bir qismi ekanligidek reallik oldida yillardan beri o'zi bilan birga to'p tepib, jahon so'rab kelgan yaqinlarining bir-birlab o'zidan ayrilganini, o'zining tunji salfet qog'oziga tuzilgan to'xtamini, qon vaqtlardagi Maradona pasida kirgizgan to'pini, o'zining komandaning yadrosi sifatida erishgan shuhratlarini eslab, hasratlik ko'zishi bilan o'zi suygan Barselonadan ayriladi.